Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 22 dekabr günü Milliy matam günü. Bu günü Xitoy tajovuzchilarining Şərq Türkistan armiyasini mug'ambarlarcha tarqitib etib, Şərq Türkistanni ishg'ol qilib olgan echinishliq kun. Şərq Türkistan sürgündü hükümeti baş ministerlik ishxonasi Xitoyning Şərq Türkistan Cumhuriyetini ag'dirib tashlab, ishg'ol qilib olganligi va irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotganligini la'natlash, shundaqla irqiy qirg'inchilikni to'xtatishning birdan-bir yo'li bo'lgan Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish uchun xalqaro jamiyatni harakatga keltirish maqsadida axborot e'lon qildi. Axborotda mundaq deyildi: Assalomu alaykum Şərq Türkistan xalqi. Assalomu alaykum muajiratga barliq aziz qarindoshlar. Hammamizning hamma vaqtimiz xayrlik bo'lsin. Qarindoshlar, bugun 2024-yili 12-oyning 22 kuni Şərq Türkistan tarixidagi eng musibatlik va echinishliq bir kun. Chunki 75 yil burun naq bugungi kunda vatanimiz Şərq Türkistan Xitoy tajovuzchilari tarafidan qonunsiz holda qurolliq besilingan va Şərq Türkistan Cumhuriyeti Milliy armiyasi aldamchilik bilan tarqitib etilgan kun. Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Şərq Türkistanga tajovuz qilib kirgan kundan tortib, texmo to'g'risi Milliy armiyamiz tarqitib etilgan kundan tortib, Şərq Türkistan xalqiga chidg'isiz zulmlarni qilib kelmoqda va Şərq Türkistan xalqini tamoman yo'q qilish uchun qatliam qilib kelmoqda. Xitoy tajovuzchilarining plani boshida Şərq Türkistan xalqini butunlay yo'q qilib etish bo'lg'achqa, bichari Şərq Türkistan xalqiga qasddan inson tasavvuridan halqagan ig'ir zulmlarni ravo ko'rib keldi. Bu zulmlarga qarshi chiqqan yoki e'tiroz bildirganlarni bahona qilib, qarshi chiqmaganlarni qetib, rahimsizlarcha qatliam qildi. Bu qatliamlarga qarshi chiqqudek kuchimizning qolmaganligini ko'rgan Xitoy tajovuzchilari texmo haddidan oshib, bu qatliamlarni irqiy qirg'inchilik saviyasiga chiqardi. Bu qatliamlar hozir Xi Jinping boshqarishidagi Xitoy shovinistlari va Xitoy terroristlari tomonidan irqiy qirg'inchilikqa yuksaltirilmoqda va irqiy qirg'inchilikni butun dunyoning ko'zi oldida ijro qilmoqda. İşğaliyet tariximizga bir qarab chiqayli. Xitoy tajovuzchilari boshda har xil qalpoqlar va siyosiy suiqasdlar bilan siyosiy rahbarlarimizni qoralab o'ltirib, o'rniga Uyg'ursimon Xitoy ruhliq jonivorlarni qahramon qilib tiklab qo'ydi. Biz bu suiqasdlarning oldi orqasiga qaramayla aldandik. Ondan yana ong saviyasi yuqori diniy zotlarimizni, ziyolilarimizni, boylarimizni va san'atchilarimizni, shundaqla xalqimiz ichidagi har sinfdan kerakli insonlarimizni her türlü töhmetler bilen qarlap öldürüp geldi. Bununla bazılarımız işendik ve bazılarımız işenmedik. Ama milletimizge kılıngan bu suikastlarga karşı yeterlik derecede karşılık göstermedik. Çünkü Xitoy tajovuzchilari bu suikastlar orqali xalqimiz orasida qo'rqinish paydo qilib, bir tarafdan o'ltirib, yana bir tarafdan aldab, xalqimizning yuragini mujib, Xitoylarga xos diktatorlik tuzumi bilan xalqimizning vijdon ovozini bo'g'ib keldi. Qarindoshlar, biz nima uchun mushu ig'ir echinishliq kunga qoldik? Chunki biz boshdan oxir ta bugungi irqiy qirg'inchilikni ko'rganga qadar dushmanimizni tuniy olmadik. Xuddi hozir qarindosh millatlar va dindosh millatlar Xitoy tajovuzchilarining asli niyati va dushman ekanligini tuniy olmagandek. Qarindoshlar, dushman demak bizga dushmanlik qiladigan, bizni o'ldiradigan, bizni yo'q qilishni planlagan kuchga deyiladi. Dushman bo'lg'achqa bizni o'ldiradi. Dushman bo'lg'achqa bizga ziyonkashlik qiladi. Dushman bo'lg'achqa bizni yo'q qilishga tirishadi. Beşimizga kelgan bu baloyi ofatlar, zulmlar, irqiy qirg'inchiliklar dushmandan kutiladigan ishlardir. Ammo kutilmagan va normal bo'lmagan ish bizning dushmanni tunimasligimiz yoki tuniy olmasligimizdir. Biz dushmanni nima uchun tuniy olmaymiz? Chunki biz dushmanning oldishi bilan o'zimizdan yatlashib ketdik. Biz o'zimizdan yatlashib o qadar orqaga chekindikki, oxiri dushmanimizning saviyasiga tushib qoldik. Biz dushmanimizning saviyasiga tushib, uzun zaman yashag'achqa dushmanimizga ko'nib qoldik. O qadar ko'ndikki, dushmanimiz bizga dushman ko'rinmaydigan, ammo o'z naslimiz o'zimizga yot ko'rinadigan bo'lib qoldi. Dushmanga oid narsalarni yangilik va zamonaviylik deydigan, ammo o'zimizga oid narsalarni ko'nilik va xurofotlik deydigan manqurtlik ahvolga tushib qoldik. Shuning uchun bugungi mushu irqiy qirg'inchilikqa uchrab turibmi, dushmanni tuniy olmayapmiz. Biz gunohsiz tursak, bizni nimishqa o'ltirdi deb bolalarcha o'ylaymiz. Halbuki dushman bizni gunohimiz bo'lganligi uchun emas, balki Uyg'ur bo'lganligimiz uchun yoki Sharq Turkistonlik bo'lganligimiz uchun o'ltiryotdi.
Şundaqla düşman bizni düşman bo'lganligi uchun o'ltiryotidi. Demak, biz o'yganmasak, dushmanni tunimasak va o'zimizga qaytib kelmasak, dushman bizni o'ltirishga davom qiladi. Bizni yo'q qilishga davom qiladi va bizmo yo'qolishga majbur bo'lamiz. Hozir biz Sharq Turkiston xalqi sifatida dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari tarafidan o'limga hukm qilindik. Dushmanimiz bu hukmni ijro qilyotidi. Biz o'zimizni bu o'limdan qutqizmasak, bu dunyoda xorliqqa mahkum bo'lganimizdek, oxiratda xorlig'uchi azobga duchor bo'lamiz. Chunki dushman tarafidan tengilgan xorliqdan qutulishga tirishmaganlik Allohning dargohida xorliqqa oshiq bo'lganlik hisoblanadi va shu bo'yicha jazo berildi. Undaqda bu o'limdan o'zimizni qanday qutuldirmiz? Javobi shuki, dushmanni tunish va dushmanga qarshi kurash qilish bilan. Dushman bilan qanday kurash qilamiz? Biz ojiz va dushman kuchli. Dushmanga qanday taqobil turamiz? Javob shuki, o'zimizni kuchlantirish uchun moddiy va ma'naviy jihatdan chiniqimiz. Qo'limizdan nima kelsa, oz bo'lsa-mu qo'limizdan kelganini qilamiz. Badani ojiz odam chiniqsa, badani kuchli bo'lgandek, bizmo har bir Sharq Turkistonlik mustaqillik yo'lida chiniqimiz. Az bo'lsa-mu mustaqillik yo'lida vazifa olamiz. Olgan vazifani o'zliksiz ijro qilishga tirishimiz. Shunda qilsak, asta-asta irodamiz kuchlanadi, aqlimiz kuchlanadi, tajribamiz oshadi. Ko'zimiz ochiladi, ruhimiz sog'lomlashadi, vijdonimiz teriladi. Natijada o'zimizga va millatimizga ichimiz og'riydigan holga kelamiz. Bir-birimizga ehtiyojimizning borligini his qiladigan bo'lamiz. Birimizning g'albisi hammamizning g'albisi bo'lib ko'rinadi. Birimizning dardi hammamizning dardi bo'lib tuyuladi. Mushundaq bo'lganda oxiri milliy uyg'onish va milliy tirilish maydonga keladi va shu chaqda o'zimizga qaytgan bo'lamiz va shu chaqda dushmanni tunuymiz. Biz tirilganda, o'zimizga kelganda va dushmanni tuniganda dushman bizga hech nima qila olmaydi. Chunki biz u chaqda dushmanga qarshi mudofaaga o'tgan bo'lamiz va dushmanga qarshi kurashga otlangan bo'lamiz. Shuning uchun qarindoshlar, vazifa olaylik, qo'limizdan kelganini qilaylik. O'zimiz uchun va millatimiz uchun ish qilishni xuy va odat holiga akilaylik. Vazifa olmasak va o'zimizning kelgusi uchun bir ish qilmasak, umrimizning behuda va ma'nisiz o'tib ketayotganligini his qiladigan holga kelaylik. Qarindoshlar, vatanimiz Sharq Turkiston biz uchun Nuh alayhissalomning kemasiga o'xshaydi. U kema bizni qutqizish uchun yasalgan, ammo u kema chilbirlar tarafidan bulab ketilgan. U kema qutulsa bizmi qutulamiz. U kema qutqizilmasa biz yo'q bo'lamiz. Chilbirlar bu kemani hang'i so'raydi. Biz uni qutuldirish uchun uni arg'amchilarimiz bilan bog'lab to'rga so'raymiz. Mushundaq bir manzarada sizmi kemani tuzga so'rganlarning qatorida ekanligingizni da'vo qilsiz-yu, sizning arg'amchingiz u kemaga bog'langan yoki bog'langan bo'lsa-mu, siz uni so'rmaysiz. Mushundaq ahvol ostida siz yolg'onchi yoki aldamchi hisoblanmamsiz? Xuddi shuningdek, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga hassa qo'shadiganligingizni da'vo qilsiz-yu, ammo bu harakatda hech vazifa olmaysiz. Arg'amchingiz u kemaga bog'lanmagan yoki siz u arg'amchiga bog'lanmagan. Bu holda siz o'zingizni, xalqimizni va hatto Allohni aldigan bo'lmamsiz. Albatta shundoq bo'lasiz. U holda qarindoshlar, vazifa olaylik. Tarqitib etilgan milliy armiyamizning o'rniga milliy armiya bo'laylik. Shuning uchun bu milliy armiyamizning yo'qotilgan kunini esimizdan chiqarmaylik. Bizning beshimizga kelgan butun baloyi ofatlarning kelish sababi vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilarining ishg'oli ostida bo'lib qolishidir. Bu sababdan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish hammamizning ustiga farzdir. Egimiz Allohni rozi qila olishimizmi buningga bog'liq. Rasulullohga ummat bo'lib shafoatiga erisha olishimizmi buningga bog'liq. Bu dunyoda insondek yashay olishimizmi va insondek yuzimizni ko'tarib yura olishimizmi buningga bog'liq. Egimiz Alloh xalqimizni Xitoy tajovuzchilarining butun suiqasdidan saqlasin. Xalqimizga ozodlik va Sharq Turkistonga mustaqillik ato qilsin va bizni ikkala olamda aziz va baxtli qilsin. Amin. Sharq Turkiston Jumhuriyati surgunda hukumati bosh ministr ishxonasi 2024-yili 12-oyning 22-kuni. Sharq Turkiston Milliy Armiyasining qurolsizlantirilib, Sharq Turkistonning rahimsizlarcha ishg'ol qilinganligini la'natlash, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishning birdan-bir yo'li bo'lgan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun Sharq Turkiston surgunda hukumati, Sharq Turkiston Milliy uyg'onish tashkiloti, Sharq Turkiston Milliy fondi,
Alberta Uyg'ur madaniyat markazi qatorliq o'rinlar 22 dekabr kuni Amerika va Kanada qatorliq davlatlarda xalqaro jamiyatning mustaqillik harakatimizni qo'llashini qo'lga keltirish maqsadida namoyish o'tkazdi. Eng oldi bilan Amerikaning poytaxti Washingtonda Oq Saroyning oldida o'tkazilgan namoyishni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor axborot e'lon qilib mundaq dedi. Xonimlar va apandilar, biz bugun Washingtondagi Oq Saroyning oldiga yig'ilib, Iglik huquqliq davlatimizning 1949 yili 22 dekabr kuni atalmış Xitoy Kompartiyasi tarafidan zo'rliq bilan ag'dirib tashlanib, sistemlik turdagi rayimsiz irqiy qirg'inchilik, mustamlikachilik va ishg'oliyatning boshlanganligining 75 yillik qorong'u tragediyalik tarixini echinish bilan xotirlamoqdamiz. Biz 2025 yilga yaqinlashgan vaqtimizda Sharq Turkiston xalqi zamonaviy davrning vahshiy irqiy qirg'inchilik qilmishida yo'qolishga mahkum bo'lmoqda. Xitoyning bu qilmishi Amerika hukumati va boshqa Yevropadagi ba'zi davlat hukumat parlamentlari tomonidan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilindi. Bu vahshiylik yolg'iz ishg'ol yoki egalik huquqqa daxli taruz qilish harakati bo'lib qolmasdan, balki 75 yildan keyingi bugungi kundami davomlashayotgan mustamlika qilib olish, irqiy qirg'inchilik, vahshiylik bilan bo'ysundirish harakatidan iborat. 2025 yili kirish oldida turgan bu paytda Sharq Turkiston xalqi yo'qolishga qil qolgan vaziyatda turmoqda. Irqiy qirg'inchilik butun yurtni qoplagan ahvolda bo'lib, hozirgi zamon insoniyat tarixidagi bu vahshiylik Amerika hukumati va G'arbdagi ba'zi davlat parlamentlari tomonidan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilindi. Dalil isbotlar rad qilg'usiz bo'lib, eng unumli tadbir harakat qo'llanishni talab qiladi. Shunimi oydinlashtirish kerakki, biz bugun bu yerda shohid bo'layotgan vahshiy qilmishlar Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olganligining natijasi. Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiya xalqlari jazo lagerlari va turmalarga, qul qilish lagerlariga qamalmoqda. Yüz minglagan Sharq Turkistonlik ayollar davlat qo'llagan majburiy tug'mas qilinish, majburiy bola oldirib etish, Xitoylarga majburiy o'ylash, bosqinchilik qilish qatorliq vahshiy qilmishlarning qurboniga aylanmoqda. 880 mingdan ortiq bolalar oilasidan majburiy ayirib etilib, bolalar jazo lagerlaridan hech farqi bo'lmagan davlat qo'llagan yetimxonalar va maktablarda mingisi yuyulmoqda. Xalqning diniy e'tiqod erkinligi tortib olingan. Masjidlarimiz, qabristonliklarimiz, kultur markazlarimiz sistemlik turda buzib etilgan. Xitoy Sharq Turkistonliklarning kimligi, tarixi va mavjudligining belgilarini pak-pakiz yo'qotib etgan. Bu yalg'iz zulm bo'lib qolmasdan, balki tajovuzchi Xitoy davlati tomonidan ishlanayotgan keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik jinoyatidan iborat bo'lib, bir davlatni va uning barliq xalqini yo'qotishni maqsad qilgan. Shuni aniq oydinlashtiramizki, Sharq Turkiston Xitoyning bir partisi emas va azaldan bir partisi bo'lib boqmadi. Xitoyning yangi territoriya nomida kelgan Xinjiang degan vatanimizga qo'ygan ismi Xitoyning mustamlika va jahongirlik xislarini tushuntirib berdi. Xalqimizni qutuldirishning, bexatarlikka erishtirishning, kimligini saqlab qolishning, adolatni qo'g'dashning faqat birla yo'li bor bo'lib, u bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdan iborat. Dunyo ahamiyatli harakat qo'llanmay turib, Xitoyning bu qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi yetarli emas. Buningdek jinoyatlarning oldida nima ish qilganligimizni tarix sudga tortadi. Bugun Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston xalqiga vakolatan xalqaro jamiyatni keskin, jiddiy harakat qo'llanishni, oldi bilan Amerika hukumati boshliq xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonni besilingan davlat deb e'tirof qilishni, dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlarning xalqaro qonunning ro'yi bo'yicha Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilingan davlat deb tunishini talab qilamiz. Bu Xitoyning jinoyatlarining yiltizi bo'lgan insoniyatga qarshi va irqiy qirg'inchilik jinoyatlaridan javobgarlikka tortishdagi tunji kritik qadam hisoblanadi. Ikkinchidan, Xitoy kattaboshlarini va Xitoy shirkatlarini iqtisodiy va diplomatik jazolashni talab qilamiz. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, mustamlika, ishg'ol harakatiga ishtirok qilgan Xitoy kattaboshlariga va hamkorlashuvchi o'rinlarga jazolash yurgizishni talab qilamiz. Biz Amerikani o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini qul qilish badaliga ishlab chiqarilgan mallarni import qilishni, Xitoyda ishlangan Xitoy jahongirlarini zo'raytayotgan mallarni import qilishni cheklashga chaqiramiz. Biz Amerikani o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni Xitoyning mustamlika, irqiy qirg'inchilik qilish va jahongirlik g'arazlarini kuchaytirishga yordam berayotgan iqtisodiy manbalarini uzib etishni talab qilamiz.
Üçüncüdен, xalqaro jamiyatdan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashni talab qilamiz. Biz barliq erkinlik suyar millatlarni Sharq Turkiston surgunda hukumatini, Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini, erkinligini asliga keltirish, mustaqillik va milliy o'z taqdirini o'zi belgilash ko'rishini qo'llashga chaqiriq qilamiz. To'rtinchidan, xalqaro jamiyatning xalqaro tekshirish va sotlashni ilgari surishga chaqiriq qilamiz. Biz Amerika hukumati va dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlarni xalqaro mahkamani harakatga keltirib, insoniyatga qarshi va irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy katboshlarining mas'uliyatini surishti qilishga chaqiriq qilamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumatining xalqaro jinoyatlar sud mahkamasiga sungan arzini qo'llashini, Xitoyning bosh katibashi Shi Jinpingni o'z ichiga olgan barliq Xitoy katibashlarining jinoyatini surishti qilib tekshirishga, Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, urush jinoyatidan javobgarlikka tortishga chaqiriq qilamiz. Eng oxirida xalqaro jamiyatni Xitoyning kengaymichiligiga, imperializmiga qarshi turishga chaqiriq qilamiz. Sharq Turkistondagi masala yolg'iz inson haqlari masalasi bo'lib qolmay, balki insonlik masalasi, jo'grafiyalik siyosiy masala. Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati Xitoy jahongirligiga, O'rta Osiyoga, andin Hind Tinch okeanga kengayish va kontrol ostiga olishda strategik sahna hozirlaydi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish yolg'iz axloq majburiyati bo'lib qolmasdan, balki Xitoyning jahongirlik xirislari bilan kurash qilishdagi strategik zaruriyat. Amerika rahbarlari bo'lib Trump hokimiyati va barliq demokratik davlat rahbarlari uchun erkinlik va inson haqlarida ching turish, qonunning rolini joriy qildirishdagi bir sinoq. Agar qat'iy qarorli turda harakat qo'llanmay, zulm va imperializmning zo'rayishiga yo'l qo'yganda, Xitoy yolg'iz Sharq Turkiston bilan cheklanib qolmay, Markaziy Osiyo, Shimoliy Osiyo, Hind Tinch okean va demokratik davlatlarga qadar kengaydi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishi faqat qutulish uchun qilinayotgan kurash bo'lmasin, balki erkinlik, demokratiya, inson haqlari prinsiplari uchun qilinayotgan kurashning oldingi sepidan iborat. Amerika yaqinda Ukraina prezidenti Zelenskiyga qilgan yordamsuyarlik bo'lmasdan, balki dunyoning bexatarligiga mablag' solish ekanligini aytdi. O'xshash mantiqa, o'xshash usul Sharq Turkiston uchunmi kuchga ega bo'lib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, muqim, tinch yer sharini asos qilgan dunyo tartibiga mablag' solishdan iborat. Vaqt Amerika boshchiligidagi xalqarodagi har qaysi davlatlarning Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan davlat ekanligini e'tirof qilish. Eng oldi bilan Sharq Turkiston xalqini qo'llab, Xitoyning uzun vaqtdan beri Sharq Turkistonda davomlashtirib kelayotgan mustamlika, ishg'ol qilib olish, irqiy qirg'inchilik yurgizish qilmishlarini oxirlashtirish vaqti. Biz xalqaro jamiyatdan bizning o'rnimizga o'zini qo'yib, o'zining vatanining yot bir davlat tarafidan ishg'ol qilinganligini, o'zining xalqining irqiy qirg'inchilikqa uchrayotganligini, tug'mas qilinayotganligini, o'zlarining ayollarining tajovuzga uchrayotganligini, bolalarining o'z vatanida turib, oilasidan majburiy ayirib etilib, lagerlarga solinib, mingisining yuyilayotganligini xayol qilib beqishini o'tinamiz. Xalqaro jamiyatdan mas'uliyatini ado qilishga, Sharq Turkistondagi jinoyatlarga sal qaror bermaslikka, bizni qo'llashga, adolat uchun bizning nola faryodimizni anglashga, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish masalasini o'zining masalasi, insoniyatning kelajagi masalasi deb bilishga taklif qilamiz. Biz dunyoning cho'ng qirg'inchilikqa qarshi keskin harakat qo'llanmaganligidan iborat xatolikni qayta takrorlamasligini talab qilamiz. Sharq Turkiston xalqi erkinlikni, izzat obro'ga erishishni, mavjudlikqa kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li bo'lgan mustaqillikni asliga keltirishni umid qiladi. Biz hissdoshlik talab qilmaymiz, adolat talab qilamiz. Xalqaro jamiyatdagi hur va egalik huquqli davlatimizni talab qilamiz. Bu kun dunyoning oxirgi va'dasiga vafo qilib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'ol harakatini oxirlashtirishi, Sharq Turkistonda adolatni barpo qilishdan burunqi eng oxirgi motam kuni bo'lib qolsin. Oradan 75 yil o'tib ketdi. Bizning irodamiz ko'zdan kechirilmadi. Sharq Turkiston hur, mustaqil bo'lmoqcha biz to'xtab qolmaymiz. G'alaba Sharq Turkistonga oid. Sharq Turkistonga mustaqillik dedi. Va orqadan shvartovlab, Amerikani o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarni Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatini qo'llashga chaqirdi. Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor xalqimizga xitob qildi. Burun qanchalik harakat qilayotgan bo'lsak, uning eng ozgina shikasi, uchasi, to'rttasi harakat qilishimiz kerak.
Pulumuzdan kâginini kılışımız gerek aziz karindoshlar. Hammamizningki pulidan keladigan hozir qilolaydiganimiz shu xalqaro bildirish, tashviqot qilish. Az qilolaydiganimiz hozir qilolaydiganimiz shu. Bizimizningki hayotdagi 40 milyon xalqimizning, 45 milyon xalqimizning ovozini dunyoga anglatish aziz qarindoshlar. Va bunga cho'ng bir ish ketmaydi. O'zimizning uyimizda turib, kompyuterda, Twitterda, Facebookda, Instagramda bunu qilib bo'ldi. Ama az deganda yarım saat vaqtimizni, kundagi 24 saat vaqtimizdan yarım saatini vatanimiz uchun, o'zimizning kelgusi avlodlarimiz uchun, o'zimizniki oshada qirilayotgan analarimiz, qizlarimiz, bolalarimiz, otalarimiz, qarindoshlarimiz uchun ayiraylik. Shuning uchun chiqiraylik. İşini kılamasak mı şu teşvikat kılaylı sosyal medyada. Sağlığımızca aziz karindoshlar. Özümüz her günü 5 minut vaqt chiqaramisak mı 1 minut aynak o'zimizga aynak qarab, men vatanim uchun, kelgusim uchun, avlodlarimning kelgusi uchun, davlatim uchun, qarindoshlarim uchun nima ish qila oladim bugun, nima ish qila olayman deb bu savolni o'zimizdan so'rashimiz kerak. Ve aziz qarindoshlar, bulutlu muhaciretlik yaşayotgan qarindoshlar, bulutlu g'arb dunyosida erkinlikda, ya'ni nurg'un imkoniyati bor qarindoshlar. Buningki hisobi hem bu dunyoda hem oxiratda quriladi. Bulut oxirat qurildi. Biz bu imkaniyetlerimiz batırıp kim oturarsak, yani kim oturup ne işim kılamaydıken ben ya ki benim baş kişim batıyor ama faaliyet kılavatır ya ki akçı ölçü kılavatır falan işler kılavatır deyip oturarsak özümüzün mecburiyetimizden, mesuliyetimizden kaçkan bulunuz, insanlık borcumuzdan kaçkan bulunuz, Şarkı Türkistanlık vatandaşlık borcumuzdan kaçkan bulunuz karindoshlar. Bu kadar rüsva olmayız karindoshlar. Bu kadar rezil olmayız karindoshlar. Yani bu yarım saat vaktini şu vatan üçün çıkarılan başka vakt çıkaramaz ama bu bir yarım saat vaktini şu vatanınınki, karindoshlarının tutuluşuna, evlatlarının kelgisiga çıkarılayız karindoshlar. Biz üzümüzden değerimizge iyi çıkmasak, üzümüz iyi çıkmasak başkası gelip bizge de iyi çıkmaydı o. Üzümüz yıkılamasak başkası gelip biz için yıkılamaydı karindoshlar. Biz kılalıklarımızda kılışımız gerek ki anoniki kalan Allah'ın. Biz hemmimiz üzümüzden mecburiyetimizde, kılalıklarımızda ada kılarsak Allah'ın merhameti kilidi o ve biz dolumuzdan karindoshlar. Bunun yüzde olmak gerek. Ama herkes kılışımına gerek. Kılalığınınla kılışımına gerek. Yazdıkalı yazış gerek. Okuyalaydıkalı okuş gerek. Hatta resim siz arkalıklarına davatını anlatış boğulu. Kılalığın ne bir kese sana kılışımına gerek. İşini mi kılanması anlamı az geldi. Yalnız bu anlamı. Güzel anlamı şu soruşu devletinki meyli parlamenti aldığı olsun, meyli Aksaray'ın aldığı olsun, meyli taşıklar, Bizdirliğin aldığı olsun. Meyli ya ki adam hol bir yerde olsun, bu ırkı kırgınçılıkını anlatış mecburiyetin var. İşlem kılamını takıda anlatış demektir. Onun için bizge yardım bekliyoruz. Biz yolu mangan için, onun için yardım Allah biz ve açılıyoruz karindoshlar. Ama biz mesuliyetimizi ada kılışımız gerek. Şunun için 2025 yılında biz dünyanın her kayıt söylemdeki Şarkı Türkistanlık karindoshlarımızın teşkilatını, aktivistlerini, faaliyetlerini 2025 yılında Şarkı Türkistan'ı beslab algan devletler e'tirof qilishiga ve xalqaro Şarkı Türkistan'ningki mustaqillik hareketini, mustaqillik rasm keltirish hareketini xalqaro tunutishga ve xalqaroni qo'llashga qo'llashini ta'kidlash uchun
Qo'limizdan kelgan barliq harakatlarni qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bizga oldimizda eng oxirgi bir fursat kelyotidi. Bu fursatga tayyor bo'lishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bu fursatga tayyor bo'lishimiz kerak. Va dushmanningki o'yinlariga, suiqasdlarga aldanib ketmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Dushman har xil yillarni o'ynashi mumkin. Muhakkak oynaydi. Ama biz devletimizin müstakillikini asla keltirişten başka yol yok ekanligini xalqaraga bildirishimiz kerak. Ve şu devletimizdeki müstakillikini asla keltirish uchun biz amminatimizin voz kechmaydiganligimizni xalqaraga bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Ama oddiysi bu yerdan Washington DC atrofida en az yılda 4-5 ming Sharq Turkistonlik var. Ama ne afsuski 4-5 ming adamdan hatta 1% mi bir yer çıkmavdidir. Bu ne kadar içinişlik bir iş aziz qarindoshlar. Yani bu qilganlarim var. Uzanlığının ki ölümünü imza qilganim bilan beraber aziz qarindoshlar. Uzanlığının yo'qolishiga as qo'shgan bilan beraber. Eğer düşman karşı çıkmazsanlar, düşman bilen bir taraf tutulgan buludu. Sükutun üzümü, şu düşmanın tarafını kollagan buludu aziz qarindoshlar. Şunun için artık sükutun taşlaşımız gerek. Diginimiz, bayan digindik. Çok bir nastalık bir mağutimiz. Yarım saat vaktim oldu. Vicdanın olduğunu sorup, yarım saat vaktim oldu mu şu? Vatanın tutuluş için, devletimizden asla keltiriş için. Evlatlarımızınki kelgisi buluş için kullanılan kelgen erkeklerini taşımalı çağırtıyorum. Kanadaning Alberta shahrida namoyish o'tkazildi. Namoyishning tafsilotini keyingi xabarlarimizda tanishtiramiz. Yigitlarga xitob. Abduri Muhammad Emin Bug'ra. Ey yigit, yoshlik va kuch-quvvatlik chog'laringdan foydalanib ilm o'rgan. Bir ishning peshini tut. Chunki sen va oilangning, hattoki aziz vatan va millatingning hayoti sening bugungi g'ayratingga qarashliq. Navoda sen ishga yararliq bu yoshlik mazgilingni o'yin tomoshaga, havoyi havaslarga berilib o'tkazsang, parlaq va go'zal bir kelajakni ko'z oldingdan qochirib qo'ygan bo'lasan. Chunki ilmni, diniy va dunyoviy sarmoyalarni kuchlanish va ish qilish qobiliyatiga ega bo'lishning payti bo'lgan yoshlik davrida qo'lga keltirish mumkin. Ey yigit, Xudo saqlasin. Navoda sen shahvatga, shaytoniy eziqtirishlarga mag'lub bo'ladigan bo'lsang, u chaqda sening tan saqliqingmi, bilim oshirishingmi, dining va dunyoligingmi mudhish bir tahlikaga tushib qoladi. Bundaq bo'lganda, xo'sh va saodatmand bir kelajakdan umidingni uzishingga to'g'ri keladi. Bu inkor qilg'usiz bir haqiqat. Haqiqatga uyg'un bo'lish uchun oz-to'la diqqatlik va aqlni taniydigan bo'lish yetarli omildir. Bu haqiqatning ibratlik misollarini kitob asarlarda o'qib kelmoqdamiz. O'zimizning qisqagina hayotini elib aytsak, o'tmishda shuncha ko'p yigitlarni ko'rganmizki, o'zi qamlashgan, bo'ylari kelishgan, gavrilik, bilaklari kuchlik edi. Davrning aylanishini o'zlarining istikiga uyg'unlashtiryapti. Afsunarlik yeri garchi ularning moddiy boyliqlari yetarli bo'lsa-mu, lekin ular qudrat, qobiliyati va shart-sharoit jihatdagi imkoniyatlardan yaxshi foydalana olmadi. Aksicha shahvat va havoyi havasga yengilib, hayotning bahorlik kunlarini behuda ishlarga sarf qilishdi. O'zlarining moddiy va ma'naviy sarmoyalarini bekordan-bekor qo'ldan chiqarib qo'yishdi. Vaqt o'tgan sari otasidan qolgan mol-mulklarni buzib chechib yo'q qilishdi. Yana bir tarafdan ular ishlash qobiliyatidan mahrum qilishdi. Chunki ishratparastlik ularning salomatligini kasallikka, kuchlikligini zaiflikka aylantirib, bechora va baxtsiz qilib qo'ydi. Tajribamizga asoslanganda bu xil nachar tasodifiyliklarning yuz berishi to'liq ularning o'zi va bola chaqalarining tirikchiligiga kafolatlik qilgudek biror ish yoki hunar bilan shug'ullanishga kuch-quvvati qolmagan, yoshlik layoqati tugagan bir vaqtga to'g'ri kelib qelishi bo'ldi. Oddiylashtirib aytsam, ushbu baxtsiz yoshlar davlat qushi beshimizdan uchib ketdi. Falakning aylanishi ta'turkan deb xurofiy aqidalarga tushib qolgan bo'lib, ishning haqiqatiga qaraydigan bo'lsak, aslida butun gunoh ularning o'zida ekanligi. Parlaq hayotni o'z qo'li bilan qorong'ulikqa paturganligi, nodonligi tufayli gunohsiz bechora oilasi va ma'sum bolalarini falokat to'pisiga tashlab qo'yganligi ma'lum bo'ladi.
Demak, ularning o'zlari hayotning moddiy va ma'naviy fayzlaridan mahrum bo'lib qolmay, bechora va tuvan saviyalik yana bir sinfni jamiyatga chiqargan bo'ldi. Ular ana shundoq hech bir gunohga sherik bo'lmagan hayot yo'ldoshi bo'lgan bechora xotini va oila avlodlarini baxtsiz va bechoralik falokatiga tutib bermoqda. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.